ushbu ilmni olish. Послушали голландского эксперта, садовода, который поделился методиками и опытом выращивания черешни в голландских условиях. Я думаю, это дает хороший контраст и сравнительную точку для наших садоводов будущих, которые планируют, возможно, переходить на следующие этапы. Biz ishlayotgan yetishtirish tizimimiz eskicha tizim bo'ladi. Kelayotgan mutaxassislar o'rgatayotgan narsasi bir yilda necha marta kesish kerak, masalan shakl berish kerak. Bu narsalar bizda bir yilda bir marta bo'lgan narsa bo'lgan. Bu yerda hozirgi o'rganayotgan narsamiz bir yilda kerak bo'lsa 3 marta shunaqa ishlov berishi bor ekan. Bundan tashqari o'sha tepasini salqin qilish, mikroklimat qilish, berayotgan oziqani qaysi paytda qanaqa berish, bargidan berish qanchalik effekti bor. Ildizni masalan tomchilatib sug'orish orqali berganda juda ko'p narsa, ma'lumot juda ko'p. Hali juda ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Here, next. Also in this system, working with young fruit. What I have just explained is, you need young wood. That is very important to get good cherries. Always a renewable system. So you have again and again to renew the system. And that can with different training system, but that is very important. You always come back on young wood. Eng oliy maqsadimiz shuki, xalqimizni roziligini olish. Yaxshi natija bo'lsagina, bog'bon yaxshi meva hosil olsa, u xursand bo'ladi va shu eng bizning yutug'imiz bo'ladi, yaxshi natijamiz bo'ladi. You can see here, there is removed for some reason. Мои пожелания организаторам, я думаю, продолжать в этом же духе. Может даже почаще проводить такие мероприятия. Bu treningni ko'paytirish kerak. Bu bizning rivojlanishimizga juda katta hissa qo'shgan bo'ladi, hammaga foydali bo'ladi. I think there are possibilities to get a better productive orchard. Yaxshidan bog' qoladi degan gap juda muhim gap. Oliy maqsadimiz shu.